Yo, barchaga salom, sizlar bilaman o'sha Relaxcraft. Uzr. Anchadan beri video chiqara olmadim. İşte bundan ham ko'p uzr so'rashim kerak, chunki anchadan beri video chiqara olmadim. Yo, endi shaxsiy hayotimga asoslangan narsalar tufayli video chiqara olmadim. Endi bu yoqni aytish shart deyman. Mayli, bugungi videomizda yana Jon deb mod qo'shib o'ynardim, lekin mod qo'shib bo'lmayapti nimagadir bu Minecraftga. Shuning uchun hozircha oddiy survival qilib turamiz. Yemayu. Yana qilyapti obunachilar. Hop, video bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan pastroqqa videoni 10 qilib qo'ysak bo'ladi, lekin bunda emas ekan ayb. Mayli, endi bu yoqib qo'yaylik. Chunki foydasi tegadi. Mana tarixchi payiga ko'p badr demay. Faqat qo'l qimirlamayapti chopganda. Qaranglar, daraxtda, lekin daraxtni chopsam qimirlayapti. Obuna qo'yinglar, chunki ancha bo'ldi. Faqat 400 da bo'lib qoldik. Maqsad 500 ta bo'ldilar. Endi anchadan beri 400 da turib qoldik. Bunda mening aybim bor. Ko'p video chiqara olmadim. Videolar soni kamayib ketdi. Shunchalik video chiqara olmaganimni hattoki YouTube'imda ko'rib bo'lmayapti qancha videoim borligini. Agar mana shu videoga 20 ta like yig'sanglar, o'rtog'im bilan voy jinnim, nega bunday narsalar yasab tashladim? Men toshli deb o'ylab yasab tashladim. Yig'voringlar, qiyin emas. 20 ta like. Lekin do'stim bilan o'ynayman. İşte do'stim Mas'ud. Mayli. Muhim olib o'ynasa bo'ldi, sizlarga to'g'rimi? Ha, tulki joningdan. Bugungi video qiziq bo'ladi degan video. Aytgancha maqsadni aytma, mana do'stlar, maqsad nima qilamiz, bolalar? Maqsadni aytinglar. Keyin sezgan bo'lsanglar, qaranglar, animatsiyalar qo'shdim. Shu ham mod menimcha. Keyin shader ham modini qo'shdim. Sezgan bo'lsanglar, bulutlar realistik. Hozircha unaqa zo'r modlar qo'sha olmayman, lekin mana shunaqa modlar qo'shib o'ynab turak. Toshli bo'lmasak shu yerdan olamiz toshni. Bittada. Sizlarga qiziq. Mana endi narsalar chiqdi işte. Bu yerga narsalarni taxlab qo'yish kerak edi. O'zi bilmay qolasiz, qaysi qayoqda turishini. Kerak narsalar tepaga olib qo'yamiz va chopamiz. Lekin bola misam kerak bo'lar, lekin misam juda kerak, chunki bu yangi versiyada misli aslahalar yasab bo'ladi. Shu misli aslahalar yasab olam, temirlarni topguncha. Chunki temir topish biroz muammo bo'ladi. Topgan taqdirimizda ham temir kam bo'ladi. Endi o'yin boshidan konga kirish niyatim yo'q. To'g'ri tushundinglar deb o'ylayman. Shuning uchun do'stlar, agar meni nima desa bo'lar ekan? Agar men DLC ham o'ynashimni xohlasangiz, menda DLC akkauntim bor, juda ham kuchli akkaunt. Juda ham kuchli-da endi. Agar shunday akkauntda DLC videolar chiqarishimni xohlasangiz, Minecraftdan chiqaraman. DLC akkauntni aralashtirib chiqarishimni xohlasangiz Minecraft bilan mana shu videoga 20 ta like yig'ib qo'yinglar. Boya aytgandek 20 ta like yig'salaring ham o'rtog'im bilan o'ynayman Minecraft.
ham dalasi video ham chiqaraman. 20 tagina like obunachilar. O'zi bu videoni nechta odam ko'radi? 20 tadan ko'p odam ko'radi-da. Bitta like bosib qo'ysanglar, yangi video chiqadi. Lekin ko'pchilik yangi video chiqaring, bu video bo'lmabdi, yana chiqaring deydi. Bizga ham oson tutmaylar bolalar. Biz ham qiynalib video chiqaramiz. Shuncha vaqtimiz ketadi. Shunga shuni obunani bosib qo'yinglar, like bilan. Hop. To'xtanglar, bunda menimcha suzish animatsiyasi ham bor. Da, qaranglar, qo'lni qimirlatibsiz. Yo'q, o'zi oldindan bor edi. Animatsiya. Qorga qarab ketamizmi? Qor biyomga. Nimagadir bu yoqqa qarab ketgim kelmayapti-da. Negadir qanaqadir shubham bor bu tomonda. Chunki bu tomonda qishloq topib bo'lmaydi. Qishloq topib bo'ladi, lekin qiyin-da topish obunachilar ashi. Aytgancha. Biz yotoq yasash uchun qo'y o'ldirishimiz kerak. Qo'ylarim yo'q-da, ne yo'q. Birorta mob shunaqa ko'rmadim. Ko'rdim. Quyon ko'rdim, tovuq ko'rdim yo'lda. Lekin mol, qo'y ko'rganim yo'q. Balki ko'rgandirman, siz bilarsizlar, sizlar. Yurish qanday g'alati ekan. Yaxshi. Animatsiya qo'shilgan shunday bo'lgan. Balki sizlar bilasizlar, qayerda ko'rganman qo'yni. Mana-ku. Yo'q. Bechora onasi qolib ketdi. Otasimi? Onang jannatga ketdi. Endi sen ham jannatga ketasan. Bo'ldi, onang bilan o'sha yerda birgasan. To'g'ri-da? Biroz qo'tyapti. Ovqat. Keyinchalik kerak bo'ladi. Keyinchalik obunachilar, keyin. Hozir kerak emas. Aytdim-ku, tovuq ko'rdim deb. Yemayman, olib qo'ymasa, ishi jonga tegdi. Har doim oxirgisiga turib olaveryapti. Qaniydir oq narsa chiqyapti ekrandan, sezyapsizlarmi? Menimcha shu yugurgandan bo'lyapti-da. Buzilgan portal, atski portal. Qanaqa atski? Atski portal desang bo'ladi, lekin biz o'zbekmiz-ku, biz o'zbekcha gapirishimiz kerak. Buzilgan portal mana. Men oltinni olib ketamiz va nima bor? Unbreaking 2, Protection 2, VSS 3. Ikkalasini birlashtirib kiysa ham bo'ladi obunachilar. Lekin bizda anvil yo'q. Mayli, qaysiniga ham. Mayli, bittasiga mana uni kiyib olamiz. Buni sozlab bo'lmaydi. Voy, obunachilar, qo'y topib bo'lib keyin videoni davom ettirsam bo'lmaydi. Ungacha 40 ta ilish kerak videoni ham. Qachon topamiz qo'yni ungacha? Obunachilar, shuncha kechasi bilan yuribman. Haligacha bitta ham yotoq yoki jo'n topa olmadim. Nega pifikular turibdi? Buni izoh qo'yish kerak. Aytdim-ku, qorni ochmaydi, mahluq emas. Qochindi. Menimcha ochiqlik bor. Ochiqlik tomon qishloq. Zombilar. Qishloq. Yo'q. Obunachilar, qishloq. Yotoq ham bor, qishloq. Naqadar omad, kompot ham bor ekan. Voy. Kompot uyda nimalar bo'ladi? Yulduzlar chiroyli. Oyni qaranglar. Xuddi real oy. Mana shu oyga 10 dan necha baho berasizlar? 1 dan 10 gacha. Liboy bitta baho beringlar-da, yomon chiroyli oy ekan. Xuddi realistik o'zimizning
Oyga o'xshaydi. Mana kompotni uyga ham chiqib oldik. Chiqib olmos bo'lsa bo'ldi. O'yinimiz biroz yengillashadi. Bismillahirrohmanirrohim. Olmos bo'lsin-da. Olyaptimiz, davom etgan. Olmos yo'q ekan. Temir nayza bor ekan. Endi Iron Spear. Biz o'zimiz bo'lsa Iron bo'lsa Spear'imizni qaranglar. To'xtaylar. Aha. Aytgancha kompot uyda yotoq bo'lmaydi, to'g'rimi? Da, to'g'ri. Voy. Hop. Quyog'i. Qaramay qoppan, ey. Voy, quyog'i o'lib tashyapti. Indamayapti. Obunachilar, men sizlardan 5 barobar uzr so'rayman, ey. Prosta bir yarimta jon. Uxlaymiz. Uxlab bo'lmayapti. Monster. Trevorningdan. Hali uyg'onay. Kaliminga qo'shib titib tashlayman. Ovqat bormi? Ovqat bor ekan. Yaxshi, ovqat yeqqandim. Qo'ch. Qachi. Endi aytmoqchi edim, qanday qilib qishloq uxlayapti, lekin men uxlay olmayapman deb. O'ldimcha creeper ketdi. Qo'rqmayman-ku. Baribir ehtiyot bo'lish kerak. Yopti. Kirishga ketmayapman. Nayzada o'ldiraman seni. Yemma qotdi. Qanday qilib chiqadiga? Qandaydir nayzani qiyshiq ushlayapti obunachilar. Sal boshqacha ushardi. Qishloq ancha katta. Balki 2 ta kompot yubordir. Yo'q. Menimcha unday emas. Qani? Golem brat bor ekan. Golem. Xohlasam o'ldiraman, xohlasam o'ldirmayman. U meni qo'limda endi. Lekin hozircha golem mayli bo'lib tursin. Endi qo'rqayotganim obunachilar 3 ta blok masalasi hal golemda. Shunchaki men mayli o'ldirdik ham deylik, faraz qilinglarda, o'ldirdik ham deylik. Qishloqqa zombilar keladi, ularni kim uradi savol? Kim himoya qiladi? Qishloqlar keyin titilib, qishloqlar keyin qirilib ketadi-da. Shuncha men kuchli olmos branya yoki kuchli bo'lib olganimcha shunaqa aniq qilib tursin. Bular himoya qilib tursincha, keyinroq o'ldirib yuboramiz. Nedan kirsam bular qochib ketadi-da. Qochmasa ekan. Bitta zarba. Nodam o'ldasa bo'ladi. Yemmay nega joni ketmayapti? Shuncha uryapman. Ma. Seni bittadan. Pam. To'xtalib bu otni o'zimizga o'rgatsa bo'ladi. Keyinroq o'zimga qo'lim hozircha shu tursin. Sen esa yaramas mol biyag'ak. To'xtali esingizdan taygada yurganimizda mana bitta qo'yni onasini o'ldirdi. Jannatga kirdi, yo do'zaxga. Xolos, kirdi endi. Buni onasi ham kirdi, to'g'rimi? Jannatga ham do'zaxga ham. Endi buni ham onasini oldiga jo'natish kerak. Ichkari kiring kelmayapti. Ichkari kirsa bilaman 100 ta qochib ketadi. Yaxshi. 2 ta zarbada o'ldi. Tezroq o'lgani yaxshi edi o'zi. Biz esa atrofni yana ko'rib chiqamiz. Agar yana kompot bo'lganda zo'r bo'lardi. Omadim ham zo'r kelardi, lekin mayli. Omad har doim ham kelavermaydi.
Shu galim o'ldiraversam bo'ladi, lekin kerak emas. Nima qilaman, o'ldirib turdim bechorani. Yo, hech o'ylamagandim bunchalar qiyin bo'ladi deb. Hatta uyimgacha borib olay. Mana uyim. Dadash. Shu. Men o'ldirmadim, aytib qo'yaman. Sen keraksan, lekin vrachga. Vrachga shuga seni qamash kerak. Tushmaysanmi? Ko'ramiz. Kim haq ekan? Biroq tushkisi kelmayapti. Sassuni. Ya Sassu tush. Shuni urardim, galeming keladi-da. Galeming ham javobi. Prosta urum kelmayapti. Bemalol urib qo'yaman. Bu birinchi qism bo'ladi do'stlar. Lekin xavotir olmanglar, videomiz hali tugamaydi. O'zi 16,5 minutdan beri olayotgan ekanmiz videoni. Yana biroz olaylikchi, keyin yakunlasak ham bo'ladi videoni. To'g'ri, birinchi ko'rdan qo'rqitdi. To'g'ri, birinchi anavda unchalik ham katta ishlar To'g'ri, birinchi videoda unchalik ham birinchi qismda unchalik ham katta narsalar qila olmadik. Juda ham ko'p narsalar qilib tashlayman dedim, lekin vaqt shunchaki juda ham tez o'tyapti bu narsalar. Mana esa bu yoqda taxtam yo'q. Taxtam bor, maydalash kerak edi. Bam. Endi bitta qanaqa qalqon yasab olishimiz kerak. Bum, himoya qiladi. Obunachilar, birinchi qism shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. 7,5 daqiqa bo'lib ketibdi. Birinchi qism shu yerda davom tugaydi. Agar ikkinchi qism chiqishini xohlasalar 20 ta like yig'inglar. Do'stim bilan chiqaraman kerak bo'lsa ikkinchi qismini. Obuna qo'yasizlar-da. Vallahi obuna. Hammaga xayr, video tugadi. Like bosib qo'yinglar, dilsa ham chiqarishim mumkin.